Salkam 300 ming yurgan 10X keldi-yu. Remenning holatini ko'ringlar. Aniq qilib aytadigan bo'lsak, 290 ming yurgan. Treshina bor-ku, lekin hali uqalanish boshlamagan. Motor ichini qarang. Men ishonmadim. Bu remen alishgan shu paytgacha. Iloji yo'q. Men hali bunaqasini ko'rmaganman desam, egasi yo'q aka, men haydayapman, boshidan boshladi, lekin motori sochganda ham germetikalari hamma narsasi hali zavod bo'lib turibdi. Motor ichki qismini qarang, hali yengidek turibdi. Bitta narsa esidan chiqib qolibdi, egasidan qanaqa moy quyganini so'rab olish esidan chiqib qolibdi. Endi bunga hozir biz reglament bo'yicha padon qo'yib beramiz, oldi kirishga alishadi. Ikkita remen, yangi turdagi remen, natijatil rolik almashadi va sifatli, ishonchli, valvali moy quyib beramiz. Bundan keyin yana 300 ming yurib beradi. Lekin okaga qoyil. 290 ming yurib, hali remen alishmaganini men endi birinchi marta eshityapman ham, ko'ryapman. Agar u kim aytganida ishonmasdim. Bu videoni Tracker 10X da remen har 50 mingda alishtirish kerak degan ustalarga jo'natib qo'yasizlar. Lekin motor toza saqlanishiga gaz ham ozgina yordam bergan. Vakuum nasosda nima gaplar? Va lekin vakuum nasos to'lib qopti. Buni endi hozir tozalab, yuvib, shaybasini yengilab qo'yib beramiz.